Lekin baribir bu yoqda o'zi kelishdi, o'zi noto'g'ri fikr, baribir o'zini o'zi o'limga o'zini o'ldirmoqchi bo'lganda gapda, bu yoqqa kelib o'zini o'ldirdi nima, bu yoqqa keldi nima. Necha kun bo'ldi o'zi shega sizni tayyorlashyapti hozir, to'g'rimi? Bir 10 kun bo'ldi kelgan. Keyin ikkita variant bor edi menga. Uyga qaytishga, keyin o'sha yana harbiy nimaga qiziqib qoldim, yo'lda ko'rib, Rossiyani o'zida. Men o'sha vaqtda aytib edim, agar O'zbekistonga seni tirik qaytarsam, ko'tingga bitta mashina mindiraman degandim. Aha. Sizga zakasi ham berilgan buni. Aka aytilgan-ku. Bemalol xohlagan bitta mashinasini tanlang. Keling, xijolat bo'lmang. Akam Nima mashina tanlaysiz endi ayting. Qarang bu yerda. Econic Sport, Tracker bor. hammasi Malibu ham bor. Malibu ham bor ekan. Hamma mashina bor. Aka o'zi menda prava yo'qda, to'g'risini aytsam. Masalan, pravam bo'lganda ham hozir timboli dadam telefon qildi. Ha. Dadam bilan uydagilar tezroq bormasam, hozir aka bu mashinalarga pravam yo'q aka, men sizga videolarda ham boshida tushuntirganman. Aha. Aeroportdan kelgandan keyin ham aka kerak emas, menga o'zi shunchalik ham jonimni saqlab qoldingiz aka, o'sha katta yordam qildingiz, o'sha narsa bilaman. Seni esingdan chiqdimi? Tomoqlaring qurib, rang quting uchib, ko'z yosh qilib, qutqaring, meni yordam bering menga deganlaring. Poligonda turib. O'zbekistonda hammadan uzr so'rayman, baribir noto'g'ri qaror edi. Noilojida bu ishni qo'ydim. Yordam berishlarini so'rab qolaman. Bo'ldi aka, boshqa gapirmayman, uzr. Men haqiqatni ochishim kerak. Senga o'xshaydigan kuntalar bo'lganligi uchun men boshqalarga yordam berishni ham to'xtatib qo'ydim. Men seni uyingni bilaman, mashina raqamingni bilaman deyapsan. Nima qilmoqchisan? Bilmadim endi, asamga teg'osang men o'zim ham bilmayman sen nima qilib qo'yishligimni. Meni nima qilib qo'yishingni nima? Ha, Pistirmadanmi? Ha, sen lopma-lop kela olmaysanmi? Значит, sen uyimni bilding, adresimni bilding. Sen hozir shunda meni ugrajat qilyapsanmi? Mashinangga ehtiyot bo'l, uyingdan, bola chaqangga ehtiyot bo'l demoqchimisan? Men o'zim ehtiyot bo'lmayman, men ishon. Menga talpa bo'lib kelsan ham bor-ku, digonalaring bilan. Birdan onasinikiga tiqib yubora olaman, ishon. Hurmatli obunachilar va Rossiyada ishlab yurgan musofir aka-ukalarimiz, sizlarni konkursimizga taklif qilamiz. Qanday konkurs deysizmi? Aka-ukalar, birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi turibdi. O'tinglar, obuna bo'linglar. Sizga o'xshagan aka-ukalarimiz har 3-4 kunda qanday qilib bizni konkursdan pullarni yutib olayotganini ko'rasizlar. Shartlari juda ham oson. Главный priz $10,000. Aka-ukalar, ajab emas, konkursimizga qatnashib bitta pochkani yutib olsangiz. Nima dedilaringiz? Sizni hoziroq Telegram kanalimizda kutib qolamiz. O'tinglar, omadlaringizni sinab ko'ring. Telefon qilyapman. Toshkentga keldi deb eshitib telefon qilyapman. Toshkentga agar kelgan bo'lsang, uchrashaylik men sen bilan oramizda ochiq qilib olaylik. Men haqiqatni ochishim kerak. Senga o'xshaydigan kuntalar bo'lganligi uchun men boshqalarga yordam berishni ham to'xtatib qo'ydim. Men seni uyingni bilaman, mashina raqamingni bilaman deyapsan. Nima qilmoqchisan? Bilmadim endi, asamga teg'osang men o'zim ham bilmayman sen nima qilib qo'yishligimni. Meni nima qilib qo'yishingni nima? Ha, Pistirmadanmi? Ha, sen lopma-lop kela olmaysanmi? Значит, sen uyimni bilding, adresimni bilding. Sen hozir shunda meni ugrajat qilyapsanmi? Mashinangga ehtiyot bo'l, uyingdan, bola chaqangga ehtiyot bo'l demoqchimisan? Men o'zim ehtiyot bo'lmayman, men ishon. Menga talpa bo'lib kelsan ham bor-ku, digonalaring bilan. Birdan onasinikiga tiqib yubora olaman, ishon. Mana men hozir publikni aytayapman bu narsani. Bilaman shuni. O'zbeklarga? Ha, o'zbeklarga juda ko'p hosil olyapsan. Shunda xabaring bormi? O'zbeklar prishon bu yerda. Men nima deyapman, o'zbeklar deb. Sen o'zbekmansan, to'g'rimi? Millating. Sen hali millatparastsanmisan? Sen o millatnikiga hosil etgan, o'zing. Yo'q, sen hali millatparastmisan hali sen? Sen millating o'zing bo'lmagan. Значит, to'xta. Juda ko'p hosil yuribsan o'zi. Menga qara, значит, sen millatparastsan. Yo'q, sen fikringcha shunday. Sen ayt, sen millating nima deyapsan? Seni Alo. Eshitaman. Ali. Akam yaxshimisiz? Yaxshi. Toshkentdasan, Toshkentda deb eshitdim seni. Kel bir uchrashaylik.
Men ko'chaga chiqdim o'zim mana. Men hozir Toshkentda emasman aka. Seni Toshkentda deb aytishdi-ku. Yo'q, Qashqadaryoda men falankiga kelganman. Qashqadaryodasan? Ha. Nima bo'ldi endi bu? Xalqning gapini eshitdingmi sen? Nima muammo aka hozir endi xo'p. Muammo emas, sen aytding-ku, pul bilan og'zingga uraman. Palonimni yebsan, pismadonimni yebsan deding-ku. Video qo'ymadim, bir haftami, 2 hafta bo'lib qoldi-ku, o'sha videoni men o'chirib tayyorladim. Siz bilan bitta yaxshi video olgandik, men bloger bo'laman degandim. Demak sen bloger bo'lish uchun menga hujum qilding-da, to'g'rimi? Menga tuhmat qilib hujum qilding. Siz gap boshqa qidirmang. Boshqa yerga burayotganim yo'q hozir. Seni bloger bo'laman degan gaping o'sha video turibdi. Sen bloger bo'lishing uchun shuncha negativ bo'lib, o'zingcha ana tipa haqiqat ovozi bo'ldingmi endi bilmayman nima bo'lib qolding sen. 13 ming uni bildim. U videoni mayli qo'y, yana qo'yib beraymi, xalq ko'rsinmi что sen bloger bo'lmoqchi bo'lganligingni. Senga hech kim podpiska bo'lmaydi, senga hech kim kuzatmaydi, seni bu xaraktering. Bunga birov kerak emas, podpiska bo'lgani. Senga hech kim podpiska bo'lmasa, senga hech kim podpiska bo'lib kuzatmasa, sen bloger bo'lib nima qilasan? Savol. O'sha 2 hafta oldingi o'chirib qo'yilgan videoyingizda sizlar aytdim turibsiz-da, masalan, blogerlikda hech qanday pul yo'q degan gapingiz turibdi-da, o'shani qo'ying aka. Hozir maqsadingiz nima, Karochi aka? Yo'q, blogerlikda pul yo'q. Agar men nima dedim, blogerlikda pul yo'q emas. Pul uchun bloger bo'lmoqchi bo'lsang, bo'lma dedim. To'g'rimi? Siz blogerlikda pul yo'q dedingiz. Blogerlikda pul uchun qilmoqchi bo'lsang, blogerlikda pul yo'q dedingiz. To'ppa-to'g'ri, hozir ham aytaman. Blogerlikka pul uchun bloger bo'lmoqchi bo'lsang, blogerlikda pul yo'q. Sen nima bloger bo'lmoqchi eding? Siz o'sha videoni qo'ying agar anaqa qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, men bilan siz hozir yaxshi niyat. Yo'q, men sendan muttahammanmi? Men sendan dolzhunmanmi? Sen shu savolga javob ber. Sen uni qo'ying, buni o'chiring deb menga prikaz qilasan. Sen Qashqadaryoga borsam, o'sha aytingki pul bilan uraman og'zingizga. Qancha pul kerak deb. Shuncha puling ko'p ekan. Rossiyaga borib nima qilasan? Pul uchun urushga borib nima qilasan? Odam o'ldirishga. Aka Karochi meni ham o'zi ichki ishlar sen javob qaytarmay turibdi-da. Aka men shuning uchun chuqurlashmayapman aka. O'zi sizni ekspertizaga yozdim men telefonim hali ham o'sha. Meni deb? Nimaga meni deb? Chunki telefonni o'chirib tashlab, faolni xotirasini sibrat qiladigan to'g'rimi? O'sha buniki bo'yningizga olmasligini kerak qolgan kirdikorlarga o'xshab. Qaysi kirdikorlarim? Xullas aka, hozir maqsadingiz aka, bundan buyon tinchlik bo'lmasa aka, o'sha tinchlik maqsadida telefon qilmayotgan bo'lsangiz aka, hozir yo'q, sen kechirimingni so'ra bo'ldi. Men senga maqsadim tinchlik, notinchlik deganim yo'q. Ha? Men sizdan kechirim so'rab, nimaga kechirim so'rayman? Tushunmayman-da, sen nima uchun non ko'rsa, men o'z zarar anaqa telefon pamit tugagan ekan, boshqatdan nima qilib qo'ydim. Nima uchun non ko'rsan? Sen qara, haqorat qilib turib kechirim so'rashni bilmayapsan. Toshkentga kelib men bilan ko'risha olmayapsan. Sen Toshkentga deb eshitganligim uchun men senga telefon qilyapman. Qani? Keyin mana men Toshkentdaman. Mana ko'chadaman hozir. Sen bilan uchrashishga tayyorman. Siz Qashqadaryoga kelaman degansizki, men Qashqadaryodaligim uchun men son vaqtim bo'lsa Qashqadaryoga borib quloqingni uzib olaman. Hech xavotir olma. Keling, men bandasidan qo'rqmaysiz aka. Siz musulmon kishini ham oradan so'kib, iymonsiz deydigan odamlarga keyinchi. Yo'q, sen arziysan hamda, liboy haqoratga, liboy seni so'ksa qanday nima qilsa ham arziyar ekansan-da sen. Haqiqatan nonko'r ekansan. Kommentariylarni o'qidingmi? Nimadirlar qilyapsiz. Xalqni aldab, boshqa lekin o'zini
Ha? Bile to'g'ri, noto'g'ri degan qolni hozir. Shumi. Mana, turibgani qo'yib qo'ydi mana. Turibgani qo'yib qo'ydi. Odamlar shunday, do'stlar, odamlar. Mana. Menga qara. To'g'rini to'g'ri, noto'g'ri deydigan iymonli yigit. Savolimga javob ber. Seni o'limdan qutqarib olib kelgan bo'lsak, bilet-mileting, pul-muling. Ha, seni fikringda nima o? Seni fikringda sen farishtaday qanot uchirib O'zbekistongacha uchib kelding, to'g'rimi? Men sizga o'zimni qarindoshimni raqamini taylagandim birinchi. Mana biletni yarim pulini taylab bera oladi yoki olib bera oladi ham birinchi men sizga elanmagan men biletga mana qarindoshimga. Oy, bechora. Inson o'zi ishing bitgandan keyin o'zi juda ko'pchilik shunday bo'ladi. Ishi bitgandan keyin qo'yadigan narsasini qo'yib sen kim eding deb nonko'rlik qilib turadi. Bunaqa senga o'xshaydigan nonko'rlarni ko'pini ko'rganmiz bizlar. Senlama, men sen tilingni uzib olaman, senlama. Sen bir iymonsiz Qashqadaryoni ichidagi eng iymonsiz bir beparasot, betarbiya insonsan. Sen bildirding. Qashqadaryolik bolalar telefon qilib, aka kechiring, shu nomidan biz kechirim so'raymiz deb yuribdi Qashqadaryolik aka ukalarimiz. Senlama, men seni aytyapman, senlama. Men seni prosta tilingni uzib olaman. Senlama. Seni esingdan chiqdimi? Tomoqlaring qurib, rang quting uchib, ko'z yosh qilib, qutqaring, meni yordam bering menga deganlaring. Poligonda turib. O'zbekistonda hammadan uzr so'rayman, baribir noto'g'ri qaror edi. Noilojida bu ishni qo'ydim. Yordam berishlarini so'rab qolaman. Bo'ldi aka, boshqa gap bo'lmaydi, uzr. Yo, esingdan chiqdimi? Ayt, esingdan chiqdimi? Sen so'ramoqchi bo'lmagan ekan. Nima, men xalqqa seni ko'z yoshlaringni qo'yib, karta qo'yib pul yig'dimmi bo'lmasam? Nima bo'ldi? Yo, sen men pey qilma, sen beparasotni birinchi aqlingni tozalash kerak. Chunki sen muttahamdi deb bilasanmi? Nechta yosh katta odamlar, ayollar Tojikistondan даже bobolar telefon qilib, davlenam oshib ketib, bansaga tushib qoldim dedi. Surxondaryodan nechta ayol telefon qildi. Ha, unda qilib ishlagandan keyin emas, men haqiqatni ochishim kerak. Senga o'xshaydigan kuntalar bo'lganligi uchun men boshqalarga yordam berishni ham to'xtatib qo'ydim. Senga o'xshaydigan muttaham chiqmasin deb. Bitta sen, menga qara, sen chumoni deb nechta odamga men javob qaytara olmayapman, nechta odamga yordam bera olmayapman. Sen tiling qisiqmi? Sen chumo, sen birovning haqqini yedingmi? Sen uchun kimlar pul to'lab biletingga pul to'lab keldi. Sen haqqini bermaysanmi ulardan? Ha? Ha, senga kim nima bersa, sen o'zi muttaham emassan, to'g'rimi? Sen faqat olasan, qaytarib bermaysan, to'g'rimi? Men kecha YouTube'da men primoy efirda kecha YouTube'da men kechib bo'lganligim haqida e'lon berdim. Seni mendan umuman qarzing yo'q. Tushundingmi? Lekin seni qarzing bor, xalqdan qarzing bor seni, xalqdan. Sen qanday joningni berasan? Sen pul uchun joningni berasan. Sen xalq uchun joningni bermaysan. Sen pul uchun joningni berasan. Mana sendan haqiqiy munofiq sen bo'lasan. Haqiqiysi, originali sen bo'lasan. Chunki seni deb buni bilasanmi? O dashi Qashqadaryodan qora akalarimiz telefon qilib kechirim so'radi. Men aytdim, siz nima kechirim so'rayapsiz dedim. Mana shunday bir munofiq uchun, mana shunday bir yaxshilikni ko'rib turib, yaxshilik qilmabsan-ku deb turib, o'zini asbobini reklama qilgan munofiq uchun.
raqamini ber dema. Men qara. Seni juda ko'pchilik raqamingni so'radi. Ber raqamini ber. Sen berlama. Berlama, ishon. Berlama. Sendan hech qanday farqim qolmaydiki. Ha u nima farqi bor? Seni ishongan odaming bormi meni oldimga jo'natadigan? Seni ishongan odaming bormi meni oldimga jo'natadigan? Ha, men Toshkentdaman. Ishonadigan odamni Alloh uchun deymi? Davay, ishonadigan odaming bo'lsa jo'natgin, davay men uchrashib olay. Uni ham, seni ham quloqingni uzib olaman. Ha, chindan, seni ham, uni ham quloqingni uzib olaman. Allohga ishonaman, birovga ishonmayman. Allohga ishonadigan yigit. Sen aytayapman, men senga aytayapman. Sen xalq senga yordam berdi. Mana mayli, men yordam bermabman. Xalq yordam berdi, men orqali yordam berdi. Sen muttaham, xalqda yordam bergan pulini qaytarib qo'yishing kerak joyiga. Men u pulni olib turib ehson qo'varishim kerak. Eng yaxshilikni biladigan insonga. Tushundingmi? Senga olib qilingan xarajatni bilasanmi, nech pulligini? Bileting 13 ming rubl bo'ldi shuna. Nima u? Biletingga tagiga 13 ming rubl deb yozilgan edi. Xo'sh, keyinchi? Shuni bilaman. Senlama, xo'p, keyinchi. Keyin. Keyin tan olasan qachon biletingga men olib beraman. Ya'ni men senga emas, boshqa o'zimni qarindoshimning raqamini taylaganimni tan olasan. Qarindoshingning raqamini nima qilaman? Terpila bo'lma, chumo. Sen qarzing bormi? Qarzing bormi? Yo'q, qarzni beraman men senga. Qani qachon berasan, muttaham? Qarzingni qachon berasan, muttaham? Qarzingni qachon berasan, muttaham? Hozir ayt, mana xalqning oldiga ayt. Senga qarzi yo'q menda, dalbayoq. Ey, men senga aytayapman. Seni men dalbayoq degan tillaringni shunday uzib olib ko'tingga tiqaman. Tushundingmi? Qadaraga kelaman degansan. Ey, men ishongin. Men bu yerda bola chaqqamni taylab turib, ishlarim taylab keta olmayapman hozir. Lekin men Qashqadaryoga qadamim yetsa, ishon, seni birdan tiqadigan joyimga tiqib qaytib kelaman. Nima u bilat? Nima degani u bilat? Sen gapingga javob ber, avvalgi gapingga. Voy, muttaham, qaysi gapimga? O'zing bilasan, jigarim. Meni jigarim dema, senda hech kim, meni ukam yo'q. Senda hech kim bir muttaham, senda hech kim bir yaramas, iymonsiz, vijdonsiz, qarz olib turib, odamlarga ko'z yosh qilib, ertaga bu yordam bermabsizlar-ku. Sizlarga palonimni qo'ydim. Senlar kim o'zi deydigan muttaham meni ukam yo'q unda hech kim. Tushundingmi? Men faqat senga aytganman, senga qo'yganman, nasim senga qo'yganim bor. Men senga aytayapman. Men seni mana shu qo'ygan narsangni olib turib og'zingga tiqaman. Eshitdingmi? Nimani qo'ymoqchi bo'lsang, eshit. Men senga aytayapman, senga o'zi qo'yadigan ishtiman yo'q senga. Senga o'zi ishtiman yo'q. Sen menimcha erga tegishing kerak sen bola. Sen bilan ko'p gaplashadigan gapim yo'q, sen bilan. Vapshi ko'p gap bor. Sen kela olasanmi Toshkentga? Erkakmisan, o'g'il bolamisan? Toshkentga kel, Toshkentga. Men Qashqadaryoga borgan kunim ishon. Borgan kunim bor-ku. Shunday putingda ayiraman sen bolani. Yomon. Birozgina tarixchi turog'i bir Kamtarga Kamol Mammanga zavol degan. Nima degan? Kamtarga Kamol Mammanga zavol degan picha falon o'qigan, sen o'zbeklarga ham ko'p otib boryapsan. Videolaringda. Bilasanmi shuni? O'zbeklarga? O'zbeklarga juda ko'p otib boryapsan. Shuna xabaring bormi? O'zbeklar prishon bu yerda. Men nima deyapman o'zbeklar deb. Sen o'zbekmansan, to'g'rimi? Millating. Sen hali millatparastsanmisan? Sen o millatnikiga osilayotgan, Yo'q, sen hali millatparastmisan hali sen? Sen millating o'zing bo'lmagan. Значит, to'xta. Nega qara? Значит, sen millatparastsan, to'g'rimi? Yo'q, sen fikringcha shunday. Sen ayt, sen millating nima deyapsan? Seni meni millatim? Yo'q, unga emas. Seni itaryaptimi meni millatim? Ayt. Ha? Seni millatim seni ko'tingga qilib qo'yib yo pulingni bermadimi? Meni millatim haqida gapirasan. Sen какой разница seni meni millatim nimaligini? Men seni millating haqida gapirmayapman-ku. Nemis demayapmanmi men seni, to'g'rimi?
Yo, xohla nemisdi, xohla kofirdi, xohla munofiqdi. Yo, u kofir munofiqligingni o'zing tan olib qo'yaverasan. Men aytishim shart emas. Xalq biladi. Xalq bildi. Sen haqingda yozilgan 13 mingta kommentariyani o'qidingmi? Senga o'xshagan dajjolga ishonib qoladi bir xil iymon zaif. Sen dajjol. Mana iymoning zaif ekan-ku, sen menga ishonib joningni qutqarib kelding. Sen boya iymon yo'q deyotding. Sen mana sen aytayapsan-ku mana beiymon bo'lib, значит sen beiymon bo'lib qolsanda. To'g'rimi? Menga ishonib. Boya sen aytayapsan-ki iymonsiz deb sakkiz-ta. Menga qara, iymonsiz sen. Ishon, sen iymonsiz sen. Sen iloji bo'lsa, sen o'zingni poklash uchun ham, sen iloji bo'lsa meni sidiklarimga bir cho'milgin, g'arg'ara qilgin. Sen o'shanda ham bir salgina nima deydi, yuqishi mumkin senga biron nima. Seni men nimaga telefon qilyapman? Toshkentga keldi deb eshitib telefon qilyapman. Toshkentga agar kelgan bo'lsang, uchrashaylik men sen bilan oramizda ochiq qilib olaylik. Ha? Beradigan narsalaring bo'lsa ber. Ha, hisob kitobimizni qilaylik, qani ko'raylikchi. Kim kimni qulog'ini uzib olar ekan. Endi men senga aytaman, men senga mana takroran aytaman. Mana shu seni qutqarib olib kelganimdan buyog'iga sen meni dada deb yurishing kerak. Men seni otangman. Ha. Eshitdingmi sen? Sen eshitdingmi? Mana shu boshqa gapim yo'q. Senga boshqa gapim yo'q. Seni iymoning, vijdoning, g'ururing bo'lsa, sen kelasandayu o'sha men bilan savol javob qilib olasan. Men gapirgan gaplarim uchun men bilan savol javob qilib olasanki, sen haqqoniy rijol erkak bo'lganingda, iymoning, vijdoning bo'lganida edi. Eshitdingmi? Senga boshqa gapim yo'q, ishon. Butun Qashqadaryo sendachki yigitlardan nafratlanadi. Men senga aytyapman, sen dalbayoblarmi? Haqiqiy dalbayob o'z sensan. Men bilan men xohlaganimcha seni borki, xohlaganimgacha men seni haqorat qilib, men javob berishga tayyorman. Lekin sen meni haqorat qilsang, sen javob bera olmaysan. Shuni esingdan chiqarma. Da, esingdan chiqarma. Seni fikringcha shundayda. Yo, sen aytayapsan-ku, sen o'zingni iymonli deb bilyapsanmi? O'sha iymoningga tayangan holatda sen labbay deyishing kerak edi. Senga yordam berib, seni joningni qutqarib olib kelgandan keyin sen meni qulligimni qilib yurishing kerak edi, kerak bo'lsa. Ha, qulligimni qilib yurishing kerak edi. Dadajon deb yursang, yarashar edi. Dadajon deb yursang, yarashar edi. Lekin sen muttaham pul uchun o'sha dashi odamlarni o'ldirishga, urushgacha ketadigan darajada kelib qolgan ekansan. Men seni o'zi aslida adashibsan deb o'ylasam, yo'q, sen adashmagan ekansan. Sen realni o'sha pul uchun hamma narsaga tayyor insonligingni mana bir oydan keyin o'zing telefon qilib bildirding-ku, telegramlarimga sassiganingdan keyin bildirding kimligingni. Meni fikrimcha. Meni fikrim emas, sen haqingda yozilgan fikrlarni kommentariyalarda o'qidingmi? Gandan sen fikringcha kanishni yiban bilan. Men senga o'sha gandonligingni, yibanligingni men seni bo'yningga qo'yib beraman. Sen men haqoratlaringga, men seni uyingni bilaman, mashina raqamingni bilaman deyapsan. Nima qilmoqchisan? Bilmadim endi, asamga tegib men o'zim bilmayman sen nima qilib qo'yishligimni. Meni nima qilib qo'yishingni nima? Pistirmadanmi? Sen lopma-lop kela olmaysanmi? Значит, sen uyimni bilding, adresimni bilding. Sen hozir shunda meni ugrajat qilyapsanmi? Mashinangga ehtiyot bo'l, uyingdan, bola chaqangga ehtiyot bo'l demoqchimisan? Men senga aytyapman, faqat o'zing ehtiyot bo'l. Yo'q, men o'zim ehtiyot bo'lmayman, men ishon. Menga talpa bo'lib kelsang ham bor-ku, digonalaring bilan. Birdan onasinikiga tiqib yubora olaman, ishon. Mana men hozir publikni aytyapman bu narsani. Sen digonalaringni yig'ib kel, hammang to'da qilib onangnikiga tiqib yubora olaman. Qayerdan kelgan, qanday kelgan bo'lsang, xuddi shuni onangnikiga jo'natib yubora olaman, onangning uyiga deyapman men. Men senga aytyapman, sen mana lopma-lopga xohlab pistirma qilgin, xohlab uyimda adresini bilgin. Sen bilasanmi uyimda adresini? Bilmaysanmi? Ishon. Men bor-ku, tiqadigan joyimga tiqaman. Men ham zarur. Sen xohlaysanmi? Sen xohlaysanmi?
Men borib, men mana erinmay vaqt ajratib borib, Qashqadaryoga borib onangga ketib kelaman. Bir o'zing kelsan gap yo'q. Men bir o'zimni kutib olsang ham men Toshkentga ham boraman. Voy. Men bir o'zim kutib olaman. Erkak emasman. Erta kelasanmi? Erta kelasanmi? Men plastik kartangga pul ham taylab beraman, sen bechorani puling yo'qligini bilaman men. Ko'tingni berib kelasanmi bergacha. Sen puling taylab beraman, puli beraman senga. Sen taksi bilan kelgin. Haqqoniy erkak o'g'il bola bo'lsang, endi otangning o'g'li bo'lsang desam, unday deya olmayman, chunki meni o'g'lim bunday emas. Unday deya olmayman. Sen haqqoniy o'g'il bola bo'lsang, or nomusing, vijdoning bo'lsa, sen muttahamdi. Sen meni oldimga kel, qani men uyimda xohlasang uyimda oldiga, xohlasang uyimning ichiga, xohlasang ko'chada, xohlasang choyxonada, xohlasang libboy joyda, sport zalda, musorxonada, podvalda, qayerga onangga ketmoqchi bo'lsang, o'sha yerga tanlaysan, o'sha yerdan onangni uyga shuni jo'natib yuboraman. Qarorchi uchrashamiz. Qarorchi. Sen hozir nima deyapsan? Men ehtiyot bo'lganda uyingni bilaman-da, adresingni bilaman, kvartirangning raqamini bilaman deyapsan. Mashinangning raqamini bilaman. Uyingdan tursang nimadir bo'lib qolmasin deyapsan. Menga qara, men onangnikiga tiqaman, tushundingmi? Men yana aytyapman, onangnikiga tiqib jo'natib yuboraman. Onangning adresi qayerda bo'lsa, o'sha yerda bilet olib berib yuboraman. Reaktivniy samolyot bilan ketasan birdan. Vertolyot oddiy samolyot bilan emas. Onadan ketmay tur. Yo'q, men onangni so'kakanim yo'q. Onangnikiga jo'natib yuboraman deyapman. Onangni adresiga qaytarib jo'nataman deyapman. Munofiqlar buzg'unchilik qilayotganini bilmaydi, bilasanmi? Munofiqlar buzg'unchilik qilayotganini bilmaydi, значит bilmas ekansan-da. Seni fikringcha? Ha, sen aytyapsan-ku hozir buzg'unchilik qilayotganligingdan xabar beryapsan, munofiq. Xabarni beryapsan, yetkazapsanki, işte uyingda adresini bilaman. Nima qilmoqchisan? Ha? Meni yo to'xta, hozir erkak bu, hozir aytdingmi? Uyingda adresini bilaman, ehtiyot bo'lda, ogoh bo'lgin, mashinangning raqamini bilaman dedingmi? Sen ham bir o'zi kutib olmaydigan. Sen aytdingmi shuni? Ey, menga qara, shuni aytdingmi? Shu gapni aytdingmi sen menga hozir? Yo'q, o'zing kutib olasan, chorti. O, sen menga shuni gapni aytar, men kutib olaman, enangni ham, otangni ham kutib olaman, ammalaringni ham kutib olaman men, ishon. Butun urg'aymog'ingni bir o'zim kutib olaman. Sen gapimga javob, hozir savolimga javob ber, ey muttaham itti bolasi. Sen nima deb hozir menga ugrajat qilding? Shuni aytgin. Uyingda adresini bilaman deb nima demoqchisan? Ehtiyot bo'lganda mashinangning raqamini bilaman deyapsan. Sen nima demoqchisan, ey? Sen nima demoqchisan? Qo'rqmoqchiman seni. Nima qilmoqchiman, ha? Значит, sen o'zing aytgan munofiq sen ekansan-da, to'g'rimi? Iymonsizlar, munofiqlar nimaligi, buzg'unchilik qilayotganligini bilmaydi deb aytding. Hozir sen shu, значит, munofiq ekansan-da. Seni fikringcha? Hozir sen aytgan gap, o'zi sen aytyapsan, munofiq haqida gapiryapsan. Seni o'zingning gaplaringni men tushuntirib beryapman, keltiryapman. Значит, sen munofiq ekansan-da, buzg'unchilik qilmoqchi bo'lyapsan. Aka senga savolni chotkisi. Aka senga savolni chotkisi emas, sen muttaham kela olasanmi? Borishga boraman. Bo'ldi. Sen borishga boraman deyapsan. Qachon kelasan? Ha, o'zing keltirib beryapsan iymonsizligingni, munofiqligingni. Sen munofiq suratini o'qimagansan, bitta sahih hadis bilmaysan, nima tawakkal birodar unga deysan. Sen sahih hadisni biladigan muttaham. Sen pul uchun ko'timni sotaman deb aytding-ku. Ha? Pul uchun odam o'ldiraman deding-ku. Sen ketding-ku pul uchun. Pul uchun senga yaxshilik qilgan insonni basharasiga oyoq qo'yding-ku. Endi kim bu yerda iymonsiz? Ha? Kim bu yerda iymonsiz? Sen kim bu yerda iymonsiz? Senga tarbiyani kim bergan? Otangmi? Foydasi yo'q, o'zing bor. Senga tarbiyani kim bergan? Otangmi? Otang hayotmi, tirikmi otang? Otang tirikmi, hayotmi? O'zing ayting-ku, otam sizga yozibdi, yig'lab qatlashyapti deding. Men topolmadim WhatsAppdan otangning raqamini. O'sha yig'lagan golosovoyni topolmadim men. Otangning nomerini topolmadim. Topsam aytardim. Bu itga, bu itti bolasimi, sizni bolangizmi deb savol bermoqchi edim unga. Eshitdingmi? Ana shunday. Borib shuni yozib olgin-dayu, borib ichki ishlarga bergin. Chop.
Men ichki ishlarga hayitda murojaat qilaman. Men senga aytyapman. Borib turib shuni xabarini ber, aytgin. Juda katta gapiryapsiz-ku. Men mana so'rab ol. So'rab ol. Men senga aytmayapman, men oldimdagi idishga aytyapman men. Qo'ymadingiz endi albatta. Eshitdingmi? Siz chiqib qo'ymadingiz endi. Men senga aytyapman. Sen meni o'g'ilcham bo'lmading sen xullas. Shu o'tirib turgan Men senga aytyapman, sen meni o'g'ilcham bo'lmading sen. Men seni o'g'il qilmayman xullas. Shuni aytmoqchiman. Xalqdan qarzing bor, xalqdan qarzing to'lab qo'ygin bo'ldi. Sen qachon kelasan Toshkentga? Xudo nasib qilgan kun boramiz endi. Qachon nasib qiladi endi? Puling yo'qmi, bechora? Men senga pul beraman. Sen hozir tan olgin. Men senga pul beraman deyapman. Qachon kelasan sen? Men Toshkentga qachon kelasan? Qarindoshim bilet olib bersin degan. Qarindoshingni ham, seni ham. Men bilmayman kimingni yana qo'shayin seni. Sen qachon Toshkentga kelasan?